Nima? Ko'proq suv zarur. Qochinglar. Suvni tezroq olib keling. Nima bo'ldi bu yerda? Portlash bo'lganga o'xshaydi. Yong'in sababi haligacha yo'q. Shimoliy qasrda portlovchi narsalar yo'q. Kimdir bizni laqqa tushirmoqchi. Ammo kimligini bilmaymiz. Shunday bo'lishi aniq axir. Hamma darvozalarni berkiting. Shahardan hech kim chiqmasin. Shunday janob Destro. Bu yerda kimdir bor. Iltimos, yordam bering. Men qari cholga yordam bering. Iltimos, shunga qarab turing. Malikam, tezroq ketishimiz kerak. Meni kechiringlar, ammo shunday qilishga majburman. Keyin kelib Destroni o'ldiraman. Ana ushlanglar. Uni Malikam, tezroq qochishimiz kerak. To'xtanglar. Yo'ldan qoch. Malikam, ahvolingiz yaxshimi? Qochishimiz kerak hozirroq. Ehtiyot bo'ling. Tezroq, Malikam. Mana shunday. Shoshilish kerak. Uchib ketishmasin. Ushlanglar uni, tezroq. Ushla, to'g'ri. Iltimos, tezroq hayda. Qo'rqmang Malikam, ular bizga hech qachon yetib kela olmaydi. Yo'q. Bu nimasi? Qani ko'ramiz qayerga cho'r borar ekansan. Biz ozodmiz, Malikam. Yo'q. Voy, yer yutsin seni. Bu saltanatimizni yo'q qiladi. Xavotir olmang Malikam. Mahkamroq ushlang. Bizni silkitadi. Oyijon, dadajon, iltimos bizga yordam beringlar. Ana shunday. Bugun ajoyib o'yini bo'ladi. Har kuchli raqiblar maydonga chiqadi. O'yinchilar maydonda. Bugungi mag'lubiyatning afsuslanma. Tayyorlan, seni yengaman. Bundan oldin taslim bo'laver. Qani Zero, mahoratingni ko'rsat. Shatli linza. Zero. Ehtiyot bo'l. Ehtiyot bo'l deyapsanmi? Bugungi marraga baribir birinchi bo'lib yetib keladi. Buni hamma biladi, sen ham. Voy, men qo'rqyapman. Balkim chiqib ham ketarsan. Mana sizlarga. Hey. Voy, Jin. Sen shu yerdamiding? Balki janjalni bas qilarsan, ular bilan kelishib bo'lmaydi. Axir ular bezori-ku. Qani Zero? Ko'rinishingni o'zgartir. Bajo. Yengildingmi? Hali o'yin tugagani yo'q. Mana senga. Zero. Yo'q, Zero. Qani Puki boshidan. Zero. Men uni nega Zero deyishingni endi tushundim. Chunki u hech qaysi o'yinda yutolmagan. Lekin bunday ham bo'lmaydi. Sen atayin o'yin payti boshqalarni jahlini chiqaryapsan. O'yin qoidalarini buzyapsan. Sen o'z ishingni qil. Sendan biror maslahat so'raganim yo'q hali.
Hop, mayli. Bagi ketdik. Mark yutdi. Ha? Jin, g'alabamga chidolmay yig'layapsanmi? Hechamda. Buncha o'zingga katta baho bermayapsanmi? Tushunmayapman. Tan ol, sendan tezroqman. Tan ol, men juda kuchliman. Sen esa sekinsan. Rostini aytyapman, tushundingmi? Shunchalik o'zingga ishonar ekansan, nega men bilan birlashmading, qo'rqoq? Qo'ysangchi, uni hatto monkarti yo'q-ku. Bu yerdan yaxshisi jo'na, yaxshisi monkarting bo'lib keyin qaytib kel. Sen bilan o'ynashdan mamnun bo'lardim, omadsiz. Jin, jahling chiqyaptimi? Nimaga? Bezorilar ustingdan kulishdi-ku. Xuddi hech kim deb muomala qildi. Deb o'ylaysan, ularga javob berish vaqti kelmadimi? Janjallashishga mos emas-ku. Bilasan, kech emas, lekin nega shoshilmay? Maxluqlarga nazar solib, ularni poygaga yenga olasan. Ularda nimadir yetishmayapti. Nima? Sen va maxluqing ulanib turadigan kuchli aloqa. Ichki bog'liqlik kerak. Men o'shani aytyapman. Sen uni bir marta uchratasan. Bu bilan nimani nazarda tutding? Demak, seni kelajagingga bu maxluqchalar mos emasmi? Men o'zimga hali shunday maxluqcha topaman. U bilan Monkartni Oy Kubogi Grand Prix'sini qo'lga kiritaman va xuddi Destrodek hammani qutqaraman. Sen adashyapsan, Jin. Judayam ko'p narsa xohlab yubormayapsanmi? Siz men tarafdasiz deb o'ylabman. Men yoshligimda hammani hayratda qoldirishni istardim. Sir bo'lishing uchun juda ko'p narsani bilishing kerak. G'ildiraklardan tortib fermos kunalarigacha. Ish ko'p, maxluqchalarni to'ydir. Balki bu imkoni yo'qdir to'ylar. Lekin men haqiqatdan ham tanlagan yo'limdan borishni xohlayman. Nimani xohlashimni o'zim bilaman. Va men eng ajoyib ritsar bo'laman. Malikam, qarang. Biz Latona shahriga kelganga o'xshaymiz. Demak, bu o'sha mashhur Xunobka yashagan o'lkami? Ha, undan tashqari u ajoyib ritsar, bizga yordam beradi. Qani ketdik, u yerga borishimiz kerak. Voy, muncha chiroyli. Mana, xuddi xohlaganingizdek. Barakalla, xuddi xohlaganimdek. Albatta shunday. Kecha jivanim buzilib qoldi, uni ham to'g'rilab bera olasan? Albatta, ha. Balkim keyin qahva icharmiz. Nima deding? Rostdanmi? Albatta rozi. Ajoyib bo'lardi. Balkim dadamning gaplariga quloq solarsan. Nima? Menimcha sen menga turmushga chiqishni istayapsan. Aqldan ozganmisan? Men hech ham buni xohlamadim. Oilang yo'qligi uchun shu shaharda qolib ketasan deb xavotir oldim. Ha, bilaman, shunchaki hazillashdim. U haqida hech qachon eshitmaganman. Ammo u shu yerda yashashi haqida ko'p ma'lumotlar bor. Bu seni tasavvuringda. Meni shu yerda kutib turing, malikam. Men hozir so'rab kelay. Albatta. Salom, kechirasiz. Bilmaysizmi? Voy, muncha shirin olmalar. To'xta, qizaloq. Olma qarzga berilmaydi. Bilmabman. Uzr. Ammo menda bilagizigim bor, shuni oling. Bersam bo'ladimi? Albatta yo'q. Bu juda ko'p. Xo'sh, juda ko'p bo'lsa o'zim olaman. Qanachi o'zing qanday chiroyli bilagisiz. Omadli kun bo'ldi. Buni o'zim bilan olib ketaman. O'g'rilar. Qizaloq, o'zingni bos, shunday ko'p bilagizigim bor. Tinch qo'yinglar. Agar unday qilmasakchi nima qila olasan, a? Jin, to'xta. Bo'ldi, yetar. Nima? Yana senmi? Ritsar yordamga tayyor. Qizni qo'yib yuboringlar. Qo'yib yubormasak nima qila olasan, a? To'xta, zo'ravonlikka qarshiman. Ketdik. Ay, tirikmisan? To'xta! Yaramaslar.
Jin?